qarshi taraf saxtbaz aldamchi, telegraf aldamchi yoki boshqalar bo'lib qolsa, men balki zin tortib ketishim mumkin. Nice. Yaxshi sizlar do'yin o'ynayotgan urug'chiqlar hammalarning mushvaqtlar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlardan cho'ng bir yordam so'rab keldim. Aqlinglar orqali yordam beringlar. Chunki haftaning yoqqa ishkirda bir yo'ldosh men bilan aloqalashib, o'zining Jibo Dayxo shirkati baliqini Şinjanning mahsulotlariga ehtiyoj borligini deb men bilan aloqalashadi. Bu 6-oy mezgilda Toshkentga sayohat kelgan mezgilda bizning apandim chaytanlar kirib tamoq yegan. Men uninga tonol ko'p tujan qilib tonol ko'p satgan. Bu hozir menga deyishga shu tonol ko'pini Jibo Dayxo qilib satmoqchi ekan. Bundan burun G'o'jidagi bir birodarimiz bilan hamkorlashib ekan. Bu birodarimiz ma'lum sabablar tufaylidan aloqalashmoqchi buning bilan jamiyatda yo'q bo'lib qolgan sababidan u men bilan aloqalashibdi. Sayohat kelgan vaqtida meni mishin qo'shib olganda hozir men uchruqda ishlayotgan yo'q biz paranglish qilyapmiz. Pul to'lash shakli hammasi normal. U Jibo satadi. Xeyda ko'pni burutgandan keyin benzin 1000 kiloda, pul 1000 kiloda. Men faqat jinkong bovjon qilib buni tomo ish qochilab shunifin ko'ydi orqali avat versem ham topshiriq ishtirab kran o'zida topshirdim. Xerida pulni do'yin shakli orqali men urida do'yinning qoidasi bo'yicha men pulni topshirib olaman. Mush to'g'risida menga bir masala degan bo'lsanglar, bundan burun boshqalar men bilan aloqalashgan, chunki men nomimda bir yemak shirkati bor. Shuning bilan bu shu yerda nomerimni topib, Shinjongninki quruq yelimishga ehtiyoj borligini, bu yelimishni chiqarish jarayonida mal ta'minlash uchun men bilan aloqalashgan. Lekin men buni yana bunga o'xshash do'yinda boshqa masala so'rash aqliq bir saxtbaz aldamchi ekanligini boshqalar menga deb men ularning gap so'zlarini bayqib olib to'xtab qolgandim. Cho'ng bir ziyonda saqlab qolgan. Lekin maqtimqsa uning o'xshamay qoldi. Maqtimqi yo'ldoshning deyishcha Jibo Dayxo qiladigan meningki Yisovat Janxo'mni ochadigan xeyda shadan qilgan vaqtida pul mening kartamga qiladigan. Aldimqsim deganda bu bunda demagan. Bu boshqa usul bilan bir gaplarni qilgan. Lekin maqtimqsa uning o'xshamaslik bir gap chiqdi bu yerda. Shunga men ikkilanib qilib, garchi meni oshxonamda tomoq yeb baqqan bo'lsa-mu, kobimning ta'mini tetib baqqan bo'lsa-mu, kunlikka 200 kilodan 300 kilogacha kob tushira olamiz. Biz bu shunda savdo qilib kelayotgan. Sendan chiqanda yojing olmaymiz. Kelib to'xtamni tizgandan keyin Jiboda deniz tushdi, deniz tushgandan keyin deniz biyo sankiladi. Axirida pul seni Janxonga to'laydi. Do'yindan do'yinning qoidasi bo'yicha pul san oylik tushdi degan bo'g'achqa men buni nima qilmay qoldim. Bu saxtbazlikmi yoki haqiqiy aytilgan gapmi? Bundan burun mushtoqizda oldim qolganlar bormi? Shunga bilsanglar menga to'ninchi javob qaytaringlar. Ayrim xonim qalab olmayman, to'ninchi bilan qarayman. Chunki to'ninchida hammadanning yo'llagan narsani hammadan ko'ralaydi. Shuning qalta masat birga ish bo'ladi. Bo'lsa bu shunda ish qilib qolganlar yo'llab qo'ysanglar, ular bizdan ko'p tajribali bo'lsa, bizga deb bersa, ba'zi bir cho'ng ziyonlardan saqlab qo'yish mumkin. Agarda bu haqiqiy rost qilib qolsa, men bir soat pursini ketkizib qo'ygan bo'laman. Agar qilmay qolsam, agar qilib qolsam, qarshi taraf saxtbaz aldamchi, telegraf aldamchi yoki boshqalar bo'lib qolsa, men balki zin tortib ketishim mumkin. Shunga do'yin ahlidan yordam so'rab, maslahat so'rab chiqib qoldim qolgan. Shunga biladiganlar bo'lsanglar, pulni o'z ko'z qarashilarini yo'llab qo'ysanglar, sizlarga xush bo'laman.